madaniyati. Assalamu alaykum qadrli xalqim, ekran oldidagi teletomoshabin do'stlar. İnsanlar yaratgan madaniyat har xil va ko'pdir. U til yeziq madaniyati, kiyim-kechak madaniyati, yemak-ichmak madaniyati, adabiyot, san'at madaniyati, falsafani mavzu qilgan din va dinni e'tiqod madaniyati, axloq madaniyati, qonun madaniyati, ma'rif madaniyati, urf-odat madaniyati qatorliqlarni o'z ichiga oladi xolos. Mana dal mushu qatorliqlarni o'z ichiga oladigan Uyg'ur madaniyati haqida dal bizning Qadam telekanali yangi Uyg'ur madaniyati programmasini sizlar uchun tavsiya qilib turdi. Mazkur programma orqali xalqimiz madaniyatiga oid bo'libmi Qozog'iston diyorida istiqomat qilayotgan aziz xalqim orasida yurgizilayotgan madaniy ish-chorlarni, faoliyatlarni ko'rsatib o'tishni to'g'ri ko'rdik. Mazkur programma muallifi, muharriri va riyosatchisi men Qalbnur Arif. Qini o'chaqda yaqin arada Olmut shahri Avlizov nahiyasi, Do'stlik ixcham nahiyasida o'tkazilgan Navro'zlik bayramlik faoliyatidan tushirilgan bu syujetni diqqatingizga havola qilamiz. Dilimizga ilham selib kel Novruz, uyimizga mehmon bo'lib kel Novruz, alam shumu danqimizni oshirib, to'yimizga gulxan bo'lib kel Novruz, yaxshilikni cho'lga tashlab kel Novruz, barakatni elga boshlab kel Novruz, odamlarga mehr o'tin ulg'aytib, yaxshilikni to'yga boshlab kel Novruz. Mana qaram, zimiston qish fasli kuchidan qib, yer jahonni uyg'otgan bahor faslining hukmronligini o'z qo'liga olganimi xeli bo'lib qoldi. Barliq insoniyatga jon berib, tabiatni uyg'otib kelgan bu bahor faslida nishonlanadigan eng go'zal bayram dal shu Novruz bayramidir. Dar haqiqat, barcha tirikchilikka jon beradigan Novruz bayrami qadam tashrif qildi. Bizning Qozog'iston diyorida har yili Novruz bayramini Qozoq, Uyg'ur, O'zbek va boshqa 130dan oshiq etnoslar vakillari ijil inoq nishonlab kelmoqda. Yaqin arada Cumhuriyetlik Uyg'ur etno madaniyat markaziga qarashli Olmut shahri Avlizov nahiyasidagi Do'stlik ixcham nahiyasining aholisi Novruz bayramini ayni shundoq cho'ng dog'-dog'liq nishonlab o'tdi. Bu kuni tong sahardan boshlab sport maydoniga mingdan oshiq odamlar yig'ilgan edi. Barcha yig'ilgan aziz xalqimizning insonlarning qalbida cheksiz xushallik alomatlari bayqaladi. Barchamizni seg'indirib kelgan Novruz bayrami bu kuni jut otalarining tashabbusi va Avlizov nahiyalik hokimiyatning qo'llab-quvvatlashi bilan uyushtirilgan edi. Jutning yigit beshi, xonum qizlari atigandan bu maydonga yig'ilayotgan barcha mehmonlarni iliq xush tabassum ilkida qarshi olmoqda. Hurmatli qarindoshlar, hurmatli tuqqanlarim, Qozog'iston Uyg'urlari, mush kungacha Qozog'istonning iqtisodini, madaniyatini gullantirishga doim o'ziniki hassini qo'shib kelgan. İmanım kamilkin, yeni Qozog'iston qurishdimi? Qozog'iston Uyg'urlari o'ziniki zo'r ulushini qo'shadi. Onunga bizning mumkinchiligimiz bor. Shuning uchun Qozog'iston
Cumhuriyeti Medeniyet Merkezi Қазақстан etnoslarındaki birlik üçün, dostluk üçün her günü her kandak yaxşı şarlarını ötküzüp atıdı. Uzanla guva, uzanla bilen bir ötküzüp atımız. Çünkü birlik bayada, dostluk bayada bereket var. Şunun için hürmetli kıyırdaşlarım, hürmetli tuğuşlarım, bağırlarım, odandaşlar, bärimiz Қазақстанда tırıştık boluşun, asparımız açık boluşun, kuruş жасауымыз gerek, erkek жасауымыз gerek. Қазақстанның tırıştığı her birimizin kolunda. Hürmetli kıyırdaşlarım, bağırlarım, Қазақстанда özümüzün birliği de, tuşta her birimiz özümüzün kolunda. Şunun için yana bir ketim seni uluk Novruz meyrimi bilen tebrikleymen. Novruz meyrimi her birimizin ailesiga bakit, saadet, köngülünün aramını, dasturxonning kengligini bersin. Rahmat. Kene oturgu tushib suloynayli ha. Marhamat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar. Assalomu alaykum aziz qonaqlar. Bugungi mana hozir deb o'tib ketgan milliy bayramimiz Navruz bayramimizga muborak bo'lsin. Navruz bayramimizga qutlug' bo'lsin. Qarindoshlarim, hurmatli mehmonlar. Navruz bayrami, bahar bayrami. Qaranglar. Bahar mana qanday go'zal. Hammamizni o'qitib tabiatning eng go'zal vaqti bahar. Mana yangi yil kirib keldi. Bu bizning avloddan avlod kelayotgan bizning bayramimiz. Yana bir qatim mushu bayramingizga muborak bo'lsin. Yana bir bayramimiz, qo'shimcha bayram bugun kunda bizning Avazov noyasiniki 50 yilligi. 50 yil davomida mana bizniki Avazov noyasi gullanib kelyotdi. Atrofingizga qarab yiqinglar. Qanday tabiat xushbo'y. Maydon, sport kompleks, bu yoq qarsangli sport kompleks. Hamma tarafda mana nima? Благодаря этому нашему району. Yana bir qatim qarindoshlarim, sizlarning bu Navruz bayrami bilan, yana mushu qo'shimcha bayram 50 yillik Avazov avdonidagi bayram bilan muboraklayman, tabriklaymiz. Bugungi mana mushu uyushmani bizning yurtning yigit boshlari, bizning yurtning xonim qizlari, Mashhad Rizvongul qarindoshimiz, singlimiz bor, shular boshliq uyushtirgan. Bugun sahnada yaxshi konsert oldi. Ruhiy tarafdan xushal bo'lib o'tirib, yaxshi dam olib ketilishingni birdan-bir tilayman sizlarga. Rahmat sizlarga. Yarım cahanda birli canan iken, benim yarım cahanda birli canan iken, üstü koyar girdi ay gözü çolpan iken, üstü koyar girdi ay gözü çolpan iken. Kim göse boyini, perine de yüzünü. Her kim göse boyini, perine de yüzünü. İster soran yüreğini, zadı seksan iken. İster soran yüreğini, zadı seksan iken. Güzellerin kuşu zalim, baharının cemal. Üzüm almay ağları, bağlı bostan iken. Onumdan almir ağrı sezadın adan kende.
şekerledek şarabi oldu muhtar iken şekerledek şarabi dertki derman iken her kimge yaş diye çabi az gün ihmal iken her kimge yaş diye çabi az gün ihmal iken az gün ihmal iken Noruz meyrimiga jut çoğunları, moy süpet atıla, nevqran akla, nurani anıla, gülçıray hanım kızla, jut turğunları, məhəllədən təklif qılınğan mehmalla, sənətkarla, sport işqivazları, yaş evlatla, omaq kiçik dostlarımız her tərəfdən kep jığılıb ketdi. Ahali turğunları koç-koçuğa bölünüp, dəstxan yeyib, qazanlarda aş besip, barca jığılğan xalqqa mehman kütüş örf-ədətlərini körstüp ketdi. Yani Uyğurның xilmi-xil boy milli taamları dəstxanga rastlandı. Birinci növbətdə hörmətli qarindaşlar, hörmətli vətəndaşlar, bugünkü Қазақ xalqıda etildi go. Ulusның ulu günü Navruz құтты болсын деп. Улық мәйіріміз біздіңкі Noruz mübarek болсын. Бийылқы Noruzның алайыдығы шүкен, үзаңла яқшы білсілі, Noruzның бірінші күні біздің еліміздіңкі президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өзі келіп, біздің Қазақстан халқыны бұшы ұлық Noruz білән тәбіркілді. Яны бір бұның алайыдығы шүкен, мана бұл Noruz білән еңі Қазақстан құрмыз. Еңі Қазақстан құрышта өрмәтлік Қазақстан ұйғырлары әмміңланы, әр вақыттығыдек актив қатнышыңланы Алладың сораймы. Мана мұш күнгіче біздіңке вәтініміз Қазақстанның мәдәниетіні, гүлішіге, тарихыны риважландырышта Қазақстан ұйғырларыныңки ролін айты чоң. İmanım kamılken bugün ma, әті ma, үгін ma, мұшы Қазақстанныки иқтисадыны ma, мәдәниетіні ma gülendirişke Қазақстан ұйғырлары өзінің үлішіні қошы деп ойлаймы. Noruz мәріміңлан барак болсын. Bu Noruz Қазақстан халыққа бірлік интимақтық епкесін. Бірлік баяда беркет бадап халқымыз деген. Рахмет сілеге. Аты боğumыздың қаған 1000 жыллық ұсыл жүн тәқсі.
Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum. Butkul Qozog'iston xalqiga bu No'ruz buna biz Turk xalqininki kundan tunning tanglashgan vaqti, yana bizning burungi ota-bobolarimiz mal chorvachilikdan yer bilan ishlagandan keyin ularninki mushu qishdan saq-salomat chiqqaniga to'ylaydigan, o'zining uyida nima qolgan shuni qazında qayintib to'ylaydigan bir kun. Bu burundan burun bizning ota-bobolarimizning mushtaq bayram qilib kelayotgan kuni. Hozirgi bizning bu butkul Qozog'iston xalqiga birlik, intimoqlik bizning prezidentimiz Qasım-Jomart Kemaloğlu To'qayevninki "Yeni Qozog'iston quramiz" degan mush qurilishga bizning Uyg'ur xalqimi bir yoqdan bosh, bir yoqdan qo'l chiqarib biz harakat qilyapmiz. Mana bizning hozirgi mana xayr-xalq ishlar bo'lgan bo'lsa, xayr-xalq ishlar bu bir yilda to'xtamay mengyapti. O'tgani bizning birli tarafda emas, hozir bir yilqi bizning Cumhuriyet Medeniyet Merkezininki kuch chiqaradigan asoslik bizning aldığımız qo'ygan maqsadimiz birinchi ma'rifni taraqqiy qildirish. Bu ma'rif töven bo'lgansa bizning keyingi avlodlarimizning dag'day töven bo'lishi. Shuning uchun bu ma'rif hozir bir yil yaxshi kuch chiqargan bo'ldik. Bu kuch chiqarish orqali bolalarimizni yaxshilab tarbiyalab, kelgusiki Uyg'ur avlodlarini bilimlik, ilmlik hozirgi sifraviy jamiyatda qilib turib, elimizning shuning ichida Uyg'ur xalqininki obro'yini, jag'dayini, ekonomik jihatdan bo'lsin, axloqiy jihatdan ko'tarishga birinchi ilm kerak. Bu ilmni berish orqali kaynimizga o'rtoqlarimizni birlik, intimoqlik o'g'itib, cho'nglarni hurmatlaydigan, o'zining kichiklarni izzatlaydigan, elimiz Qozog'istonning obro'yini ko'taradigan va tug'larni ko'taradigan qilib tarbiyalashga biz kuch qo'shyapmiz. Shuning uchun bu barg'iz bizning Cumhuriyet Merkezining, ya'ni Baglar Kengashining emas, butkul Qozog'istondagi Uyg'ur xalqining bir niyatda, bir tipda bizning qilgan xizmatlarimizni qilgan bo'lsak, biz kelgusiki elimiz Qozog'istonning jag'dayini ko'taramiz deb o'ylaymiz. Bugun söz berayotgan rahmat. Bundan keyin har bir xalqimizga mushtaq asoslanishga men tilakdoshman. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli Uyg'urim. Bugun mana biz nihoyatda kunlar chaqnab chiqib turgan paytda Qozog'istondagi Turkiy xalqlarining eng ulug' bayrami No'ruz bayramida didar ko'rishib o'tirmiz. Bugungi bayramning alohidaligi bo'lak. Bu birinchidan yer jahonning uyg'onishi bo'lsa, ikkinchidan odamlarning bir-biridan ahvol so'raydigan, bir-biri bilan quchoqlashadigan, bag'riga bosadigan, gunohlar bo'lsa bir-birini qadrlarini bildigan, bir-birini siylaydigan, bir-birining gunohlarini kechiradigan, shu u dunyolik bo'lgan odamlarningki ruhiga bosh egadigan nihoyatda cho'ng mazmuni bor bu No'ruz bayraminiki. Ondan keyin bu yilgi No'ruzning alohidaligi biz nihoyatda og'ir vaziyatlarni boshdan kechirdik. Bo'libmi mana oxirgi 3 yilni etib o'tsak, Tojikiston virus pandemiyasi bo'ldi. Onun buyuqiga mana yaqinda o'zinglar bilsa yanvar voqealari bo'ldi. Mana shunday og'ir, jabborlik, fojialik kunlardan keyin xalqimiz mana bir bayramga tashna bo'lib qolibdiki, bir-birlan bosh qo'shiq tashna bo'lib qolibdiki, mana bu yilgi No'ruzning alohidaligi mana bizning mush taraflardan beshimizni qo'shib kelyapti. Shuning uchun men mana bizning Cumhuriyetlik Uyg'ur Ovoz gazetining kollektiv nomidan minglagan gazetxonlarimizni No'ruz bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bizning xalqimizning ruhi shunchalik kuchliki, millatparvarligi shunchalik yuqoriki, mana 2 yil 3 yildan beri Uyg'ur Ovozining yangi tarlimi 16 mingdan eshyapti. Bu bo'lsa bizning o'qirmanlarimizning, bizning xalqimizning o'zining gazetini, madaniyatini, san'atini qanchalik so'yadiganligining bir ifodasidir. Shuning uchun keyingi voqealar, pandemiya bizga salomatlikning naqadar qimmatligini tushundirdi. Yangi yanvar voqealari bizga tinchlikning qanchalik muhimligini tushundirdi. Mana endi bundan keyin bizda iloyim ashtaq salomatligimiz yaxshi bo'lsin, ko'nglimiz tinch, zamonimiz tinchib, har qaysimiz o'zimizning ko'zlagan arzu-armonlarga yetib, Uyg'ur xalqining, Qozog'istonliklarning yuzidan tabassum ketmay, faqat yaxshi kunlar beshidan aylanib yursin degan tilakni aytqim keldi. Sapaya usuli.
Поддержим аплодисментами! Assalamu alaykum aziz qadrlan xalqim. Bugun mana shunchalik bir xo'shalik kunda butun xalqimiz bilan mushu Drujba mahallasida cho'ng No'ruz bayramini nishonlayapmiz. Mana bugun mushu Qozog'istonda No'ruz boshlangandan beri joy-joylarda Uyg'ur madaniyat markazining rahbarligida hamma joylarda No'ruz bayrami nishonlanmoqda. Mana bugun No'ruzning oxirgi kuni Drujba mahallasida ko'p xalqimiz bilan birga No'ruzni nishonlayapmiz. Bütün hamsiga mushu No'ruz bayramida tilaydigan tiligim Qozog'istonda tinchlik, amonchilik, xalqimizning birligi, Qozog'istonimizning gullanishiga tilakdosh bildiraman. No'ruz bayramlar muborak bo'lsin. Assalamu alaykum, hurmatli xalqim, aziz xalqim. Sizlarning hammanglarni No'ruz bayrami bilan tabriklayman. Bugungi No'ruz bayrami muborak bo'lsin. Kunlar qutlug' bo'lsin. Səhna törədə bolsa, ataqlıq sənətkarlarımız bilan xalq talantlarının naxş kuyları yangrab, usulçu jigit qızlarımızның əvrişim, şox usulları barcha No'ruz əhliga aram bəxş dəmlərini hədiyyə qıldı.
Baharning tantanalik o'tkaziladigan qadimiy va an'anaviy milliy bayramining biri hisoblangan Novruz bayrami Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Tojik, O'zbek qatorli O'rta Osiyoning qadimiy millatlariga o'rtaq bayram bo'lib hisoblanadi. Novruz aslida farscha so'z bo'lib bahor yomg'iri, tunji bahor kuni, yeni kun degan ma'nolarni bildiradi. Novruz bayrami asli mohiyati bilan Yeni yil bayrami bu an'anaviy bayram Uyg'urning turmush odatida intayin cho'ng ta'sirga egidir. Asboblarni o'zlari yasab, boshqa muziklarni o'zlari o'ylab, o'shq muqomlarni chiqargan Uyg'ur xalqi, mana qapoq cho'mishlar, bulardan choylarni etib, mushlardan foydalangan naqshlar hozir har turli vazan yasab, har turli nimlarni chiqaryapti. Buni mana Uyg'ur xalqining ayollarima hunarvand bo'lgan qizlari kashti basqan, qo'ldi basqan kashtilar mana. Burundan kelayotgan mana o'zimizning Uyg'ur xalqining do'plarni tikyapti mana. Erlarniki, qizlarniki, buni cho'ng mamlarimizning do'plari boshqa bo'lindi hamisi. Mana bizning milliy tamoqlarimizning hamma tur-turlari bor. Bo'ldirib manta, mana hozir atyaz bo'ldi, mana chushur, bedi chushuri, pöre jusadni yasagan samsa, jutdan nonlarimiz bor, go'sht nonlarimiz bor, sang'izlarimiz bor mana. Hammasi mana pirog, çaylağı, burundan Uyg'ur xalqi usta, tamoqlarimiz usta. Bo'g'irsoqlar bor mana. Hammasi mana bizning o'sha shkolniy ko'chiniki ayollarning yasidi. Hammalarni Novruz bayrami bilan tabriklaymiz. Hammalarga uzoq umr, tan salomatlik, xotirjamlik tilaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, teletomoshabinlar. Bugungi mana bizningki ulug' bayramimiz, ya'ni milliy bayramimiz, Novruz bayramimiz. Shu jamoat nomidan hammaringlarga muborak bo'lsin deymiz. Novruz keldi, bahor keldi. Ulug' bayramlarning biri mushu Novruz bayramimiz. Hammalarning uyingizga xotirjamlik, birlik, barakat tilaymiz. Osmonimiz ochiq bo'lsin. Bizning prezidentimizning yo'lboshchilari yangi Qozog'iston qurib, shu yo'lda menishga Rabbimiz Allah bizga yer yo'lak olsun. Novruz bayraminglar muborak olsun. Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, do'stlar. Bugun mana bizning do'stlik bayramida 50 yilni Oziq rayonidagi ajoyib bir Novruz bayrami bayram bo'lyapti. Shunda xo'shal, tinch o'ynab kulib ketamiz. Hammalarning Novruz bayrami muborak bo'lsin. Qozog'iston diyorimizda tinchlik bo'lsin. Hamisha do'stligimiz, birligimiz hech qachon o'chmasin. Novruzlar muborak bo'lsin. Bunu shu bizning mikrorayon do'stlik qo'ymamdan mayda Novruz o'tkazyapti. Hammalarga xalqimiz Novruz muborak bo'lsin. Meldan chiqqan, jutumizdan chiqqan atağlıq naqshchilarimiz, atağlıq ansambl, Yulduz ansambli. Qani marhamat, Sardin Yusupov, Sayfiddin Tayirov. Rahmat. Qani usta o'yinchilar bo'lsa? Ha, ikkinchi naqshimizning so'zi mana bu shunday. Ay, yomon yaxshi olasan, ha. Hey! Yaşandı yubiley bilen, yaşandı yubiley bugün. Ayrılmıştım gündek solgan çürüdüm kalbim. Her güzel kız, her şok kız, mama gülü baksam çok. Her güzel kız, her şok kız, mama gülü baksam çok. Şeri şekerlerle ringe, yanlarını yaksam çok.
Ya'ni Novruz bayrami Uyg'urning musulmon ahlining an'anaviy yangi yil bayrami bo'lib, garchi bu bayram turkiy qavmlar Parslarda o'rtaq shakllangan bo'lsa-mu, uning faoliyatlarida o'zgachilik bo'lishi bilan farqlanadi. Navruz so'g'di kun deganni bildiradi. U yangi kun ma'nosi bilan yangi yilning birinchi kuni deganlik bo'ladi. Novruz bayramining bir qator umumlashgan odatlari tövəndikicha. Novruz kirgan kuni 7 yoshdan 70 yoshgacha cho'ng kichik ayollar jut mahalla bo'yicha o'zlarining milliy bayram kiyimlarini kiyinib manzirlik joylarga jam bo'lishadi. Va shu so'rinda Novruzga atab tayyorlangan har xil milliy o'yinlarni o'ynaydi. Xalq qo'shiqlari, jumladan Novruzni madhiylaydigan she'r qo'shiqlarni beyitlarni o'qishadi. Voiz, maddahlar, daston va hikoya qissalarni kuylashadi. Sazanlar bo'lsa musiqaga tankash qilib naqshlarni aytishadi. Usulchilar avrishim va shoh usullarini boshlab ketadi. Bir tarafda bo'lsa chavandozlar baygisi, ya'ni ot baygilari o'tkaziladi. Darvozlar egiz dar ustida o'z karomatini ko'rsatib, minglagan kishilarni o'ziga jalb qilishadi. Qizlar Majnun tallarga ilanguch silib, larzan parvoz qilishadi. Novruz marosimiga qatnashuvchilarning hammasi Novruz ishiga eg'iz tegishadi. Shunda qilib hamma kishi Novruz bayramiga qanig'icha ko'ngil ichib, yaxshi tilak arzu istaklar bilan uylariga qaytishadi. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Bugungi Novruz bayramimiz hammamizning muborak bo'lsin. Yosimimiz ochiq, zamonimiz tez bo'lsin. Uyg'urimiz har qachon yashayversin, dasturxonimiz mashaq bereketli bo'lsin. Yoshlar, o'smirlar yaxshi ishlarni qilib, yaxshi cho'qqilarga yetib,
yaxşı adamlardan bolsun. Hammamizning birligi o'shmasin. İttifoq inoq bo'layli. Hammanglarga tan salomatlik, xotirjamlik tilayman. Amin. Bugün mana muşu Navruz məhrim bilə təbriklaymiz əməklərini. Rəhmət, muşu Navruz'a kelib qatnışılan çox rəhmət. Mana muşu bizniki Altın Besiq müəlliniki Jozisi Miman bolunlar, rəhmət. Əməklər çox rəhmət. Yaxşı oynab, xatirjanıb ketdiğə Allah nisb qılsın. Assalamu alaikum, şu Druzbe Mellisi. Ben bugün bahar meyrimi, Noruz meyrimi kepti. Şunda çıraylık, bana karanlar üstellerinin üstüne rastlayıp etken. Bu özümüzün Uygur'un ki, bana üstkal, destkalla, bizge çıraylık rastlangan. Şu ballağı emsiz rahmet etimiz, özümüzün onu jutumuz, bunun bizim bellimiz. Şunda çıraylık oturup atıdı. Rahmet emsize, meyrem mübarek olsun. В том, что ты пьешь вино, скажи мне для меня, лицо возлюбленной моей, помимо в этом. Лицо возлюбленной моей, помимо в этом. Я не могу не пить, когда со мной она. Seni kinep küter hemme ademler. Seni toylab öter hemme ademler. Arzu arman, nişan bilen ümitte, huzurunga yeter hemme ademler. Kəgin Noruz tilsizlanın tili bob, çın şatlıqның xoşallıqның gülü bob, halsızlanın kam köңlini tolturup, ölkümüzge yaxşılıqның hulu bob. Noruz keldi ülkemge, milli tuyğu ata qılıb xalqımge, G'amkin ko'nglim go'yo guldek ichildi, tamoshinin aksi yangrar kulkamda. Noruz keldi uyimga. Ajdodlarning o'yin selib o'yimga, urf odat an'anamni to'q qilib, avlodlarni chillab bazmi nag'miga.